Mana biz Ko'paysinobod fermer xo'jaligida biz mana bugun Sho'rajon boshchiligida, Ne'matjon boshchiligida mana delegatsiya kelibdi. Bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha rahmat mana bunchalik bizga mana o'rgatib Sho'rajon mana eski bu amerikanskiy stilda kesilgan mana o'z bog'larda ko'rsatyapti. Mana hozir bu davlatimiz ilmiy yondashuv uchun juda katta nimani ajratyapti masalan. Hozir bu ilmiy yondashuv bo'lmasa dehqonchilikda ham yaxshi chetga chiqish qiyin bo'ladi hozir. Albatta. Rahmat, mana xudo xolasa davlatimiz manchalik tashkillab mana shunaqa ustozlarni yo'naltirib xudo xolasa mana shu ko'pchilikka endi biz ham chet ellarga borib kelganmiz. Qaysi davlatlarga borgansiz? Amerikada mana shu Sho'rajon Said boshchiligida mana xudo xolasa kelib mana xalqimizga, elimizga mana shunaqa qilib, tadbiq qilib, yangi bog'larni, intensiv bog'larni yaratib barpo qilyapti. Mana amaki gapingiz to'g'ri. Men ham yaqinda Yaponiyada bo'ldim, misol Xitoyda bo'ldim va boshqa davlatlarda bo'lganman. Ancha Yevropa davlatlarida. Albatta mana shu bitta dehqonni chet elga chiqib kelishi qarang bir viloyatga qancha yo respublikaga qancha yordami tegadi. Albatta, albatta. Mana bilishimcha o'sha mana shularni o'rganmasizdan oldin balkim o'sha oddiy o'sha ota bobomiz kesadigan nima deydi, kosa stilda kesib ekinni pasaytirib yurgan biza. To'g'risini aytish kerak, keyin o'lchamlarning orasini agar imkoni bo'lsa o'lchamlar haqida ham gapirsangiz, o'z bog'ingizdagi o'lchamlar qaysi navlar, qaysi o'lchamlarda ekilgan? Endi bu asosiy intensiv bog'lar mana shular to'rga 1,5 ekilgan. Masalan, oldin bu shaftoli bog'i haqida. Shaftoli bog'lar. Mana intensiv bog'larimiz hozir agar ko'rgan bo'lsalar, Ko'rdigan, olmani ko'rdik. Qush stalba V-образный deydi. Unda sxemamiz 75 ga 75 santimetrga, to'rga 75 santimetrga ekilgan V-образныйlar. Masalan, yakka stalbalarimiz to'rga 1,5 metr ekilgan. Gektarga 1600 tacha ko'chat ketadi ularga. Mana hozir aka mana shaftolini 2 litrli qilinganda, shuni ochiq qilib, misol deylik, orasidan bitta ko'chat ekmay 4 litrli qilgan ma'qul edimi yoki mana tiqiz ekib 2 litrli bo'lganmi? Shu o'lchamlar haqida ham aytib o'tsangiz. o'tsangiz. Buni sxemasi Amerikalar usulida, masalan, Amerika usulida deyman. 1,5 ga mana shu 2 litrli qilinadi. 1,5 ga. 1,5 dan 2 gacha. 2 dan agar 4 ga 2,5 ekadigan bo'lsangiz, 4 litrli qilsa bo'laveradi. Endi 2,5 dan 3,5 gacha ekadigan bo'lsangiz, 4 ga 3,5, 3 ekadigan bo'lsangiz 6 litrgacha qilsa bo'lardi. Bularda lekin V-образный quyosh yo'nalishining o'rtaga tushishligini mana hozir ko'rsatsangiz, mana yoqqa ko'rsating. Mana o'zi hozir bunaqaga yo'q, mana bu. Siz xullas suhbatni davom ettiramiz. Shuhrat aka bilan. Kelganimizda biz zich ekkanmiz. Shokir akamga liderlar sonini kamaytirmasak bo'lmaydi. 1-2 yilda men olib tashlaydigan nimada qilganman. Masalan, sxema 3 ga 5 ekilgan, 6 ekilgan edi. Ko'chat o'zingizdan bo'lgan. Ko'chat o'zimdan bo'lgan, sotganman, oshig'ib qolgan. Endi nima qilish kerak? O'tin bo'ladi. Orasiga 3,5 da orasiga ekkanmiz. O'shanda bir 1,75 qolgan anita. Shu vaqtda mana u Said keldi, mana Sho'rajonlar, Ne'matjonlar. Mana yangi ideyani tug'ilish. Biroq videoda ko'rdik, mani bog'im shundan keyin kelib beta trening qilishi, beta chetdan ham qancha shular ko'rsatgandan keyin mana shu bog' hozir turibdi. Hali kesilgan yo'q, olib tashlashga zarratim bo'lgan yo'q. 16 yil bo'libdi o'shanga. 16 yil bo'ldi masalan. Mana shularga ham 10 edi. mana Sho'rajonlarning o'sha yordamlari bilan Amerikalarga, Kaliforniya shtatlariga borib kelib shularni ko'rdik. Endi to'g'ri, mumkin bitta aybimiz bor. Biz endi yo'q, olib borishimiz, daromadimiz yaxshi. Xaridor nima bo'lyapti? Hamma mana. Любой joyga kelganda, boqqa ishi yaxshi yo'qligini qanday bilsa bo'ladi? Turishingda vaqting. Sim stalbaga pul sarflab Shokir aka kapillik kengayapti. Demak, bog'dan kelajakni ko'ryapti, daromad qilyapti va unga pul sarflayapti. To'g'rimi bolalar? Yil Farg'ona viloyatining seminari bo'ldi. Qishda kelganda barq yo'qdi, asliga boshqa yo'llarni o'rgatyapti. Sherda bo'ldi. Viloyat seminarlari bo'ldi mana. Ne'matjonlar mana suv vaza nima 2 bilan loyiha bilan kelishib, faza 2 loyihada ishlashdi. Mana xudo xolasa birga ishlab, tomchilavlar bo'ldi bu yerda. Kengaytirishga ariq qilishlar, Shokir aka ariqlar. Tajribalar davom etadi, o'rganishlar davom etadi.